Bundan oldingi videoda bitta xotin, bitta bloger qizni kelin qilgan edi. Bu video bo'lsa o'sha videoni davomi, ya'ni ikkinchi qismi. Agar siz bundan oldingi videoni to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga kirib, o'sha videoni topib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Blogerman Qo'yjon. Bitta gapingizga ham tushunganim yo'q. Tezroq ovqat qiling. Dadangiz bilan xo'jayiningiz kelsa, buningiz emas, ovqatni so'rashadi. Bo'la qoling, harakatingizni qiling, qizim. Bag'da bu xotin o'zi yig'lab-sirab, shu nimani olasan dedi qizni. Endi bag'da yana yig'layapti. Nima ovqat qiling? O'zi bilib turibdi blogerligini. Bilib turib yana olib endi bunaqa deyish xato va Minut Lekin shunaqa-yu, itimga ham ovqat qilish kerak-da. Storiesda bir 15 minutlik narsa-yu. Xohlagan payt qo'yaveradi, kechasi ham qo'yaveradi-yu. minutichkoyjon. Minutichka. Pikmi Chiqdi deydi-ya. Ozginagina qoldi. Uni promo qo'lida. Bo'pti. bilmadim. O'sha tamam bo'ldi. Bet mahallada qanday kechasini qo'ymasmikan ovqat qilgan joylarni? Yo o'zi o'tib ketib bo'ldimikin degan savol qiynayapti. Qiziqmi sizga kechasi? Endi ovqat qilgan joyini qo'yish kerak. Ana ular ishdan keladimda kadrda. Serial bo'lib qoladi bunaqada. Hozir nima ko'ryapmiz? Kino, qismcha. Telenovela. 1065-soni. Voy 1065. Qanday mingta qanaqa ssenariy yozish mumkin mingta? Haligi yozgan. 16 mingta onachi istoriyamga qo'ydi-yu, hammasiga aybdordi. Yo mingta, qanday mingta? Biz mash odam yozgan, mash ssenariyda. Begim, chiqa qoling. Keling, ozgina ko'p-to'q o'ynab mashq qilamiz. Yana shu kopda o'giymi? Ha? Nima yana? Keling, ozgina o'ynaylik. O'ynaymish. Bor boshqa yoqda o'yna. Ishga ketadigan odamni o'ynatadimi? Keling, begim, ozgina 10 minut vaqtingiz ketadi. Shunaqa issiqda-ya. Va terlab ketaman, o'zi fikr xayoling meni terlatishmi nima? Bu yoqdan ushisiz, bu yoqdan men olaman. Keyin tepadan, pastdan. Qanaqa pastdan? Pastdan berasiz to'pni. Shunaqami? Aha. Ma. Ma oyog'ingni och. Osingchi? Assalomu alaykum oyijon. Iyi. Oyi? Oyi qarang buni. Ko'p-to'q. Deyishmi shuna? Hayajonlanib qo'ydingizmi? Ma sen Onam yozdi. qo'l bilan supurib qo'ygan. Men ishga ketaman. Oyi, ketaveraymi? Choy ichmaysanmi? Hayyo, mana ichgandek bo'ldim. Voy, men ichaman. Mayli, kech qolmang. Hop. Ko'p-to'g'ini otib. Ha, oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Birinchidan bu nima bilasizmi? Qo'lidagi? Yo'q. Chopto yo to'p emas bu. Anna bu lekin nimaligini bilmayman. Boks uradi-yu, tezlik ishlaysiz. Menda bor Ilib qilar. qo'yadi, ha, bo'ldi, tushundim. Xullas, ilib ba'di shunaqa narsa. Bu nima qilib? Ertalabdan sizni ko'chalarga suv sepib Bir kuni urishaveradi endi, shu nimani kelindi. Shunaqa bo'lsa kerak. Blogerligini bilib turib, olib turib endi har kuni Supuryapsiz desam? urishaveradi endi. Nimalar qilyapsiz? Ya, tavba. Ertalabdan badan tarbiya oyijon. A few moments later. Ha, endi ozgina turmush tarzimizni o'zgartiraylik degandim-da oyijon. Eskilik saqti deyaptimi? Eskilik saqti deyaptimi bu? Savoqni shu bilan o'zgartirsa, men uni ham erisi birga ko'p to'ynashga turalasi bu. Yo, qarang. To'g'ri aytayapti bu, rostdan ham bu shipirib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu lekin bu kesatmasdan masalan ko'chalar shipirib qo'ying, buni qilib qo'ying desa, bu o'rgatib olsa ular shunaqa qiyin deb turib. Keyin xohlagancha bo'sh vaqtida bunaqa shug'ullanaveradi. U itimga faqat o'zi bilgan qilib yuradi-da, u uyda ishlar, yo'q hech kim qilmayapti. Hozir shu bo'mag'ir ishingizni qilgandan ko'ra nonushta tayyorlaganingizda bechora o'g'lim ishga och ketmasdi.
O'g'li ham aytmaydimi, men qornim ochishga ketaman, ovqat qilib ber deb. O'g'li aytdi-ku, hozir qonim to'y bo'ldi dedi, yana o'yinda o'ynab, qo'rqqanidan ketib bordi ishga. O'zi ishga ketyapti turgan, kiyinib chiqibdi-ku, ishga ketyapman. Ko'raylik, qiziqyapman, birinchi marta serialmi bu? Choy ichib ketar edi. Ana o'sha yangi turmush tarzi bo'ladi, bolam. Sog'lom turmush tarzi bo'ladi. Oyijon, hozir nonushta payti video olmoqchi edim. Nimaga? Postga joylashga. Nimaga? Postga oyijon, Instagramga. Reelsga. Nima qilasiz joylab? Oyijon, Ona. axir blogerman. Bo'ldi, yig'ishtiring. Ha, Yig'ishtiring. bilaman. E? Balogirligingizni. Lekin bo'ldi endi. Turmushga chiqdingiz, yangi kelinsiz. Foydali ish qiling. Oyijon, bloger emas, bloger. Ana kesatib o'tib ketdi onani. Ya, ona, ko'rdingizmi nima shu cringe rol o'ynashadi? Una, nima bu? Mana qaytdan chiqqan ko'p bachkana kinolarda ko'raman. Nima degani? Mana Qanday tushdimi? Yo'q. Yo'q. Hali nima deydi? Jahli chiqsa mana shunaqa qilib qo'yishadi. Bu qaysi aktyorlik maktabi o'rgatadi bu narsani? Bu cringe-u. Mana shunaqa nimalarda ko'raman, telenovellalarda, shunaqa nimalarda. O'zi bu xotin emas. Kelini bunday qilib o'tib ketish kerak, hali gapini ilmayapti. Ha, deb o'tib ketish kerak. Onam meni chiroyli tuqqan. Rohatini sen ko'ryapsan. Mazzami? Shu balogirligingni bilib, Orqadan gapirishni usul bo'lyapti. o'zim kelin qiluvdim-a. Ha, qurib kelsin balo. Masalan, siz birorta odam shunaqa xafa qiladigan bo'lsa, o'zingiz mana shunaqa gapirasizmi, ichingizda gapirasiz, to'g'rimi gapirsiz? Yo, o'zingiz turib olib turib, shunaqa gapiribasizmi? Bilmadim, lekin bu Sal hayotiga qo'shish kerak. Masalan, birorta chet ellik kinosida yo Interstellarlarda ko'rdingizmi, hali o'ziga o'zi bunday havoga qarab gapirib qo'yaverganini. kinoni hozir mazmuni shunaqa davom etaveradimi, ovqat qilmay yuraveradi, videoga olib yuraveradi. O'zgaradi menimcha. Muhokama qilishdi. Hali u ham aytadi, meni aytmadingmi? To'g'ri keldi. Assalomu alaykum. Voy, keldingmi bolam? Hoji yaxshi o'tirsizlar? Ha, yaxshi keldingmi? Rahmat, Xudoga yaxshi o'tirsizlar o'zinglar. Ha, rahmat. Kelingiz ko'rinmaydi oy. uchun mahsulotdan mahrum qilingan. Kelinim ichkarida. Ano balogirlik vaqti ekan hozir. O'sha Yig'lab berish joyiga kelyapti ana opam. biz xalaqit qilmasligimiz kerak ekan. Videoni bir bola olaman dedi. Blogermi, blogermi onasi? Endi men chet elchi Supurish hamma narsani biladi, aqlli. so'zlarga tilim buralib ketadi-da. O'zbekchasini aytib qo'ya qoling. Hozir telefonda nima ko'ryapti turgan aytib beraymi? Kimga YouTube kanal kerak bo'lsa, YouTube Savdo 24 Telegram kanalidan sotib olasizlar. YouTube kanalinglar bor bo'lsa, sotmoqchi bo'lsalaring ham shu YouTube Savdo 24 dan sotasizlar. YouTube kanal kerak bo'lsa ham shitdan sotib olsalaring bo'ladi. Eng qizig'i, yaqinda O'zbekistonda YouTube'da pul ishlash funksiyasi ochiladi. Nasib qilsa, agar ochiladigan bo'lsa, sizlar ham mana ularga o'xshab o'zingizlarni bloginglarni Instagramda yuritgandan ko'ra YouTube'da yuritsalaring ancha foydaliroq, chunki Instagram hech qachon pul to'lamagan, YouTube bo'lsa to'laydi. Va YouTube odamning yuzini yanada tanitadi Instagramga qaraganda. Bloger tasavvur qiling, kelinini nimasini ko'ryapti, so'ralang. Laklav. Irak bos. Kommentida qaynatingiz men edim deb. Keling bitta ko'rinsa, mana shu orqadagi bola gapiryapti, videoga olyapti, bitta ko'rining. Mana shu bola hammasiga sababchi. Agar ustimizda kimdir yozib yuboradigan bo'lsa, mana shuni jo'lagan. Deb kantibasga. Qorni ochdim. Ovqat suz beraymi? Ha yo'q, o'zi bo'shaganda siz berar. Yerimiz qachonlardir. Ha. Umidini ham o'zi qo'yibdi-yu. Hozir majburladingiz. Aya, men shu xotinni olishga ham deyolmayapti, anu bola. Siz olib bergan xotin chidan endi ham deyolmayapti, bechora. Yig'lamaslik uchun kuldida, ko'rdingizmi? Juda zerikdim de shu kelindan.
Nega shunaqa deydimi erindim? Onasi. Ha, nega zerikasan? Hali 1 yil ham bo'lmadi-yu. Nega zerikmayman? Qachon qarasa telefoni qo'lida. Bilan bo'lmadi dedim. Qachon qarasa telefoni qo'lida. Hay bir ishini tayini yo'q. Hay jim o'tiring. Hozir mani vaqtim. Oradan 5-6 oy o'tdi deb hali tekstda ham yozib chiqish kerak edi. Hali stop odam bilish uchun. Hozir 1 yil ham bo'lmadi deyapti. Hali ikkita kadr bo'lgan bizda. Keldi. Ha, video jo'natishim kerak. Qachon qarasang shu. Na hovli sipirilgan, na ovqat vaqtida. Hozir aytdi-yu bola, reklama olishim kerak dedi. Shu reklama pulidan men cho'ntagiga 200 so'm tiqib qo'ysam ham chinglamaydi shani. O'zi indamayapti-hammi? Mana uni deyapti. Ha, bu nima? Xolani. Erin deyapti. Bularga berach ketib ikkalasi aholi xotin qoldi qari. Kulyapti ustida. Zo'r chiqib. Otaxon umuman siqilmas ekan. Qilingan. Mana Mana so'nagan. och keldi eri. A few moments later. Shu agar sizga yoqmayotgan bo'lsa, Ha. men ham nima qilaman bunaqa bloger xotinni. Ha. Kerak emas. Yashamayman. O'zing topgansan-de, o'rtog'imni qizi deb. Ha, endi javobini berib, boshqa bloger emas qizni topib, o'g'lingni uylantirib qo'y. Shunaqa qo'y. O, qaynota ham yaxshi bo'lib ketadi, tushuntirsa tushunadi yo boshqa narsa. Yarashtirishni o'rniga Ular gapirish kerak. ajrash. Blogerdan ajrash, yangi topamiz deyapti-yu. Ya. Hay, kim sizlarga javobini beraman deyapti. Hay, gapinglarni ota bolani. Hay, tavba qildim. Mendan unaqa gap chiqqani yo'q. Nima deysan endi qo'yi? Topgani uchun. Shu bahona men ham bir yoshroqga uylab olarmidim. Jima. Tavba qildim. Yoshroq deyapti-yu. Ko'rdinglar, u kelin qanaqaligini, ey. Ya tavba. Jon, keling unaqa qilamiz. Ertadan men komandirovka ketaman. Bu yog'ini o'zingiz bilganingizdek nima qilsangiz qilarsiz, men roziman. Bo'ladi? Or. Nimaga rozisiz? Ha? Siz nima qaror qabul qilsangiz shunga roziman. Ha, shunaqa deginda. 1 hour later. Sizlar aralashmanglar. Bitta mana bu uyda Dama Karol ekan. Videoni hammasini bitta qismga joylagim kelmadi. Bo'lib qiziqarli qilib qo'ymoqchi bo'ldim. Shuning uchun keyingi qismini kanalimdan topasizlar. Kanalimda chiqarib qo'yaman qismga bo'lib.